Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kitobxonlar. 21-oktyabr O'zbek tili bayrami kuni. Ona tilimiz xalqimizning g'ururi, millatimizning iftixori. Bu til orqali biz mehrni, muhabbatni, vatanga sadoqatni ifoda etamiz. Keling, ona tilimizni e'zozlaylik va uni toza, go'zal holda asraylik. Millat ruhin singdirgan qodiriylar tili bu. Nur qidirib tonggacha miltiragan yulduzdek, dovrug' topgan shomgacha cho'lponlarning tili bu. Otashin qalb egasi Usmonlarning tili bu. Ham Zulfiya Halima Mohlaroyim tili bu. Fikri qisqa ma'noli qahhorlarning tili bu. Latif so'zlar ustasi g'ofurlarning tili bu. O'zi shoir tabiat o'zbeklarning tili bu. Tilning baxtsizligini tutqunlikda deb bilgan, qayg'u nadomat chekkan fitratlarning tili bu. O'zi shoir tabiat o'zbeklarning tili bu. Ajdodlardan meros bu. Tilimizni sevaylik. Yorug'likka chiqdi tilim, qadrin baland tutaylik. Barchamizga bayram muborak bo'lsin.